To'g'risi ham qolmadi. Yo'q, bosavering. Chakkadir. Kadr. Xo'p. Akalar, ukalar, sizlarga bitta yangilik bilan chiqyapman. Xudo xolasa har juma kuni premyer efirda tanlab olinadi. Podpisчиклар orasida kimnidir texnikasi, mototsikl yoki skuter yoki shunga o'xshash texnikasi buzilib qolgan bo'lsa, tekinga remont qilib beriladi. Har hafta bitta odamga, bitta podpisчикка. Bu ya'ni qanaqa? Motordan tashqari, akalar. Chunki motor qimmat remont hisoblanadi. Motordan tashqari, misol uchun elektrikangizda muammongiz bordir, balkim hadovoy chassizda balkim traversiz qishib ketgandir, uni farqi yo'q. Faqat motorga tegilmaydi xolos. Sharti oddiy, просто podpiska bo'lgan bo'lishinglar kerak bo'ladi. Like, comment, repost. Bo'ldi. Keyin bir xil gapirishi mumkin. Meniki DTP bo'lgan, farqi yo'q. Faqat motorga tegilmaydi xolos. Rama yokida shu ishlarini narsa zapchastlarini kerakli jihozlarni olib bersanglar bo'ldi bizga. Ish haqini minus qilinadi. Tushunardim. To'g'rimi? Hammaga rahmat eshitganingiz uchun. Like, comment, podpiska bo'lish обязательно. Chunki podpisчиклар orasidan tanlaymiz o'sha odamni har juma kuni prямой efirda. Xudo xolasa yana bir proyekt boshlaymiz, u tuning bo'yicha bo'ladi.